Siz kutgan sehrni 10 baravarga kuchaytirish kursiga qabul boshlandi. Bu kursda siz nimalarni o'rganasiz? Doimiy men Instagramda qo'yib borgan storieslarimdan ko'pchilikni xabari bor va ko'pchilik mana shu kursda so'ragan edi. Ustoza, qanaqa qilib 2 oyda Qur'onni yodlagansiz? Qanaqa qilib yodladingiz? Usullaringiz bilan bo'lishing deb. O'zimda ba'zi bir usullarni qo'llanganman, ammo bu eng zo'r va eng samarali usullarda hali hech kim bu usullar bilan qo'llamagan kurs sizga tayyorladim. Bu kursda siz zehningizni nafaqat 10x ga ko'tarishingiz mumkin. Yaxshi o'zingiz ustida harakat qiladigan bo'lsangiz, zehningizni siz 100 baravarga kuchaytirishingiz mumkin bo'ladi. Bunga ozginagina vaqt va sizni kichkina mehnatingiz kerak bo'ladi. Har bitta narsada albattaki mashaqqat bor. Sizga bu yengil deb ayta olmayman, chunki mashaqqat har narsada bor. Imom Shofiyning zehnidan xohlasangiz, Imom Buxoriyning zehnidan xohlasangiz va ular zehnlarini qanaqa qilib bunday kuchaytirgan. Bizga to'liq ma'lumotlar kelmagan, qanaqa bo'lganligi, lekin buni ham o'qisangiz, o'rgansangiz, ular qanaqa qilib zehnlari bu darajada yuqori bo'lganligini o'rganasiz va siz mana shu kursda bular haqida batafsil o'rganasiz. Siz bir sahifani nima bo'lishidan qat'iy nazar, Qur'on bo'ladimi yoki lug'at bo'ladimi yoki bo'lmasam matematikadan nimanidir bo'ladimi, siz bir sahifani 1 minutda yodlab oladigan darajaga erishasiz inshaalloh. Bu kursda sizga mashqlar, vazifalar va yordamchi ustozlar sizni darslaringizni tekshirib turishadi.